Bu sezon doxlarda chirayligimiz. Aka 2 million 8 ming so'mdan aka. Undan o'tib beralmi? Vodiy Bo'lsa, o'sha summada yana o'tib beriladi. Bo'ladigan narx emas. Lekin narxlari qulay bo'lyapti. 3 million 700 ming so'mdan bo'g'oz qo'ydi. Qayda ko'rgansiz aka? Keyingi partiyamizda akalar yiriklardan, haqiqiy bo'ylari ham uzun, naq bo'g'ozdan, zo'rlardan. Bularda bo'y uzun ekan-a? Xolos aka, bularda bo'yi aka 80 pul, 80. Keyingi partiyamizda akalar egizakchini ham haqiqiy bollarni qarang, chiroylisidan boqib maza qiladigan. Assalomu alaykum Saroys kanali obunachilari, bizni qo'llab-quvvatlab like bosib turuvchi aka-ukalar, akalar sizlar uchun xudo xolasa barrasangiz, barrasidan, bo'g'ozsangiz, bo'g'ozdan narxlari vobshe suv tekin bo'ladi xudo xolasa. Like ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bitta mana shu like ni bosib qo'ying. Bo'ldi, videolarimizni boshlaymiz. Bugun hafta kuniga seshanba 24-mart. Bugungi videolarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani O'tmichilar qishlog'i Saroy qishlog'ida Og'abek ukamizni qo'yxonalaridamiz. Shu yerdan boshlayapmiz. Like ni bosib turasizlar akalar, sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Og'abekjon, siz charchamang. Yaxshimisiz? Yaxshi yetib oldingizmi aka? Aka, xolos kanalingizda yangimiz. Hozir narxlarni bomba qilib aka yengil-yengil qilib chiqarib beramiz aka. Qani bir ko'ramiz, xudo xolasa. Xolos aka. Erkak kishi lavzi bilan lavz arzon bo'ladi. Aka lavz gap yo'q. Narxda chiqarib beramiz aka. Son nechta endi bo'ladi? Son 11 ta aka buni. Gap yo'q. Og'abek bitta narsa qarang. Videoni boshida aytib ketamiz. Dastavka bilan 7-sini videoni boshida aytib ketamiz, oxirigacha ketaveradi. Qaygacha nechta olishsa, qilib berasiz dastavkani. Dastavkasi aka buni partiyamizniki bor aka, kefta kichikroq partiyamiz bor aka. Bu partiyamizniki bilan bugun jami bo'lib aka 3 partiya qo'yib chiqadi. Xo'p. 2 partiyamizniki aka Samarqandgacha bepul aka. Gap yo'q. Bitta partiyamiz aka vodiy bo'ylab dastavkasi tekinga u yoqqa kelishga holatda qilib beramiz aka. Bo'ldi. Xo'p. Nechta olsa Samarqandgacha qilib berasiz? Hammasini olsa aka Samarqandgacha qilib beramiz. Nechta soni? 11 ta aka. 11 ta. O'zi bir pachka ekan-a? O'zi bir pachka aka. Bitta obunachimiz olib aka dala qaydab qo'yib ko'ray, maza qilib o'tiradigan variantlardagi eski betda xohlasa bo'g'oz bo'lishi mumkin aka. Qo'chqor ichida yurgan qo'y. Tish buzganmi, buzmagan? Yo'q, tish buzmagan aka. Tish buzmagan, to'g'li qo'ylar. To'g'li qo'ylar aka. Akalar olib qo'ying, xudo xolasa akalar, bo'g'oz chiqsa, xudo xolasa yana bir 10 yil bemalol bolasini olaverasiz. Mana yelinlargacha ko'rsatib qo'yamiz. Yelin hisobotda aka, xudo xolasa bor. Kechkiroq akami. Ha, kechkiroq. Kechkiroq aka. Ozgina yoshligiga borgan holatda. Qolganlarchi bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Xudo xolasa aka Qo'chqor yurgan. Qo'chqor yurgan, lekin bo'g'oz deyilmaydi. Garantiya berilmaydi. Garantiya berilmaydi. Shu narsa deb sotiladi. Ha. Gap yo'q. Bo'g'oz chiqib qolsa aka, pullarga bu qo'shilib aka. Lekin akalar shunday bo'lib qoladi aka. Badani zo'r ekan, 11 tani olib qo'ysangiz, hammasi tug'ib qolsa, xudo xolasa 22 ta bo'ladi. Agar bo'g'oz chiqmagan taqdirda ham bitta qo'chqorni qo'shib qo'ying, sizdan nima ketdi? Baribir tug'ib beradi, xudo xolasa. Bo'ylarchi? Bo'ylarni aka 70 plyusga beraveramiz. 70-75 atrofida. Plyus minusga aka. Yo'q, yo'q. Bo'ylari bo'yoq tartibimiz aka biz. Mana ularni xotirjam 75 chiqadi. Chiqadi aka. Gap yo'q. 75 dan banatlari ham bor aka ichida. Sifati ham zo'r ekan akalar. Qiziqinglar, olinglar, xudo xolasa. Qo'yda baraka bor deydi-yu. Ko'paytiraverasiz. Uyingizni qo'y bosib ketadi buni olsangiz. Ular endi narxdan eng qizig'i, to'g'rimi? Narxdan aka videoni boshida aytdik aka, yengil qilib beramiz dedi. Mana ular ham zo'r semiz ekan. Yeb-ichgachi? Yeb-ichiga aka 10 kun garantiya. 10 kun, bir hafta ham emas. 10 kun sinov bor. Gap yo'q. Nega qaradim videoni aka? O'tirib qo'yishmasin aka, suzishtirib jindak qo'yishmasin, sindirib qo'yishmasin aka. Joniga garantiya bermayman. Yemasa, ichmasa menga tan aka qo'yga. Qolgan narsalarga garantiya bermayman aka. Bitta suzishtirib qo'yib aka, jinnoq qolib olib kelsa aka, men unisiga garantiya bermayman aka. Gap yo'q. Qo'yda xolos aka sog'lom, yeb-ichganlarni sinalgan aka. To'ni ham chiroyli ekan. Xudo xolasa aka. Endi buni aytganma chiqmagan aka, xudo xolasa o'qlarni ko'rsatib qo'yasiz aka. Badani ham niqaga haqiqiy to'lgan ekan akalar. Oddiy mana. Hozir o't solingan aka. Silos deb turibdi. Oddiy silos yeyapti. O'z tugatib olgan. Yalab qo'yib qo'ydi. Endi baribir narx qiziq bo'ladi, Tavno Og'abek. Eng qizig'i narx bo'ladi. Aka 4 milliondan 100 ming kam berishaveradi aka. 3 million 900 ming so'mdan berishaveradi aka. Qarang-da, siz kanalimizda yangisiz a? Hop. Arzon chiqaraylik. Haqiqiy arzonchi ekan degan nomni oling. Aka 3 million 800 ming so'mdan xursand bo'lishadimi aka? Yana ozgina. Endi aka juda arzon bo'lib ketadi unda. Ozmos. Aka bo'ldi. 3 million 700 ming so'mdan aka telefon qilishadi aka. Menga qo'y baraka deyshadilar, sotishmaydi aka. Barakasini bersin gapi. 3 million 700 ming so'mdan. Bo'g'oz qo'y. Bo'g'oz aka. Telefon qilishadi aka. Lekin garantiyasi yo'q. Akalar, lekin garantiyasi yo'q. Qo'chqor ichida yurgan. Ko'rdingiz, yelini bor. Boshqalarni ham ushab yelini ham ko'rsatib qo'yamiz, lekin yelini bor ko'pida.
lekin bo'g'oz deyilmaydi. Mana shu narsaga sotiladi. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Imkoniyatlari bo'lsa, imkoniyatlari endi xolasa kelib aka tebasida ko'rib savdo qilishgani yaxshi aka. Odamning yuzi issiq aka. Albatta. Yana 3-4 so'm aka opsiz summada o'tib berishadi aka, xudo xolasa kelishadi. Akalar kelaverasizlar, xudo xolasa, opsiz summada yana o'tib beriladi. Bo'ladigan narx emas. Lekin narxlari qulay bo'lyapti. 3 million 700 ming so'mdan bo'g'oz qo'ydi. Qayda ko'rgansiz aka? Aloqaga chiqarasizlar. Bo'lmasa keyingi partiyaga navbat beramiz. Keyingi partiyamizda akalar yiriklardan, haqiqat bo'ylari ham uzun, naq bo'g'ozdan, zo'rlardan. Bularda bo'y uzun ekan-a? Xolos aka, bularda bo'yi aka 80 plus, 85 ham bor aka. Bo'g'ozligi ham bilinib qolibdi. Boshda aytganimiz aka, biz bo'yga tortishimiz aka. Gap yo'q. Xolos aka, bo'ylar aka qadar aka. 80 plus aka. 80 plusda. 80 plus, 80 dan baland chiqqan o'zlariga aka. Gap yo'q. Akalar 80 plusda bo'ylari, yiriklari. Aka bu gaziga ham e'tibor berasizlar. Gazi ham o'ta uzun ekan. Buni endi yosh qanaqa? Aka yoshlari 4 tishdan 6 tishgacha aka. 6 tasi ham bitta aka. 4 tish, 6 tish, 8 tish yo'q. Yo'q aka, do'xoli 8 tish yo'q aka. Bular o'zimizda akamiz uyda boqayotgan ekanlar. Sotuvdik bularni. Bitta akamiz sotganmiz, do'xolisa o'zlari boqqanlar ozgina pul kerak bo'lib qolib sotyapmiz o'zlari qaytarib o'zimizga. Yo'q. Qirg'iziston ha bu? Qirg'iziston aka. Qirg'iziston paroda akalar, quloqda berkasi ham turibdi. Mana bu sariqlari ham haqiqiy toza mashallah. Olib maza qilinglar. Hammasi qorinlab qo'ygan, qorni osilib yotibdi. Qari qo'ymas akalar. Dumbalari ham tik dumba, shalpi dumba osilib ketgan dumbalar yo'q ichida. Narxlari ham o'ta qulay. Buni olib qo'ysangiz, qo'chqor tug'ib bersa, haqiqiy vestibkaga chiqadigan qo'chqor bo'ladi. Aka, bularni ham do'xolisa bo'g'oz beramiz aka. Bo'g'ozligiga garantiya bor. Garantiya bor aka, do'xolisa. Endi aka bo'g'oz chiqmaganda nima qilamiz degan obunachilarimiz ham aka. Qo'ydi olib kelishadi aka. Do'xolisa aka, almashtirib beramiz aka. Gap yo'q. Qo'yni bo'g'oz qo'yga almashtirib beramiz aka. Gap yo'q. Agar tug'an qo'y kerak desa, tug'an qo'yni olishadi aka, do'xolisa oldi bolasi bilan. Ozgina registratsiyani qo'shishadi aka, do'xolisa unisiga ham yuraveramiz aka. Gap yo'q. Akalar, lekin narxi ham o'ta qulay. Buni qo'y 80, yoshi 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish aka. Narxi eng qizig'i. Dastavkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha. Hammasini omonachimizga. Narxi 5 million 500 ming so'mdan aka, bo'g'oz qo'y aka, do'xolisa. 5 million 500 ming so'm yaxshi narx, lekin Qirg'iziston paroda teng bo'li bo'yi 80. Teng bo'li bo'g'oz yana. Aka, do'xolisa. Zo'r narx. Nechta qo'y olyapman deb olishadi aka, 5 million 500 ga. Nechta dedingiz buni? Soni 9 ta aka, bir pachka. O'zimiz 9 tani olsa 18 ta bo'ladi, xohlasa. Aka, do'xolisa. Yana tushamiz narxni. Yana tushamiz aka? Albatta, bir chiroyli qilib. Ko'rgan odam duo qilsin. 100 ming tushmang, sizga yarashmaydi 100 ming, ko'proq. 100 mingdan tushmay aka, mana bor aka. Qanchadan bo'lyapti shunda? 5 million 300 ming so'mdan. 5 million 300 da yana kam bor. 300 ming so'mdan aka, yana bo'pti aka, like bosishadi aka, yana 100 ming 5 million 200 ming so'mdan aka. Yana ozmas. Aka, buni qo'ylar ko'rsatadi. So'rasam cho'rarkansiz, yana tushasiz. So'rasam cho'rarkansiz, yana tushasiz, xudo xolasa. Aka, bo'ldi, telefon qilib aka, baraka deyshadi bo'ldi aka. 5 million 100 ming so'mdan aka Samarqandgacha dastavkasi bilan aka yetkazib beramiz aka. Bo'ldi, endi undag'a tusha olmayman aka. Yana ozgina so'rayman. Oxirgi gapim. Aka, siz maqsadingiz a? Tekis. Bo'ldi aka. Optimga aka, lekin 5 million 5 million so'mdan aka. Talla olsa 5 million 500 ming so'm aka. Shuncha aytganingiz bo'ldi. Xursandmiz aka endi. Barakasini bersin gap. Optimiga qanchadan dedingiz? Optimiga 5 million so'mdan aka. Talla olishga bitta ikkita talla obunachimizga 5 million 500 ming so'mdan aka. 5 million 500 emas, yana ozmas tushib berasiz talla olishga. Uni o'zlariga telefon qilishadi. Telefon qilasizlar akalar, bo'ladigan narx emas. Bu aka savdo. So'raysiz, xudo xolasa, yana kam bor. Bo'ladigan narx emas. 5 million so'mdan optimiga ketdi mana. Bo'ylari ham yirik, narxlari ham zo'r bo'ldi. Narx bo'g'ozlari. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyaga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga akalar barra qo'ziladi. Narxi o'ta qulaylari, zo'rlari. Nechta qo'chqor, nechta so'liq? Son nechta o'pshi? O'pshi son 11 ta aka. 11 ta. Ikkita so'liq qolgan qo'chqor aka. Qo'chqorlarni narx qimmat bo'ladi deb turib ish qilib, narxini balatay ko'rmaysizmi? Bo'lmaydi aka. Hammasi bir xil narxda bo'ladi aka. Yengil qilib beramiz dedik aka. Video boshida aka xohlasa yengil qilib beramiz dedik, yengil qilib beramiz. Albatta. Erkak kishilarni bilan. O'shaning uchun. Aka, echkir soqol uzilib ketsin aka. Gap yo'q. Qaysi biri endi so'liq? Aka, meni to'g'risi bilmayman. Oqni bilaman aka, taniligi uchun. Bitta oqi aniq so'liq. Aniq so'liq aka. Qoralardan qaysi bittasi yana so'liq?
Gap. Bosh jingalashim bo'lish kerak aka Ha, keyingizga. gap. Xudo xolasa. Akalar olib qo'yinglar, narxi o'ta qulay. Buni olib turib, maza qilib boqasiz. Ozgina bir chimdim o't yeydigan narsa bu. Katta qo'chqorga o'xshab. O'zini o'zi katta qiladi aka bular. Yem Ko'chaga berib, chiqarib qo'ysa bo'ldi. yem berib, hashak toshib o'tirmaysizda. Bu narsa tovuq yeydigan narsani yeydi. Xudo xolasa aka tovuq pulda beraman aka qani ham. Narxi ham tovuq pulida. Dakandi pulida, ya. Ekandi pulida aka. Qani? Gapiring aka. Necha oylik bu? Aka bular 2-3 oylik aka shunaqa. Narxi eng qizig'i. Narxi aka xudo xolasa. 3 million so'mdan-da aka. 3 million so'm. Bo'lgan yo'q aka lekin. Bundan ham so'rayman-da. Aka siz juda yomon ekansiz aka. Doim shu obunachilar taraf bo'lgan aka. 29 aka 100 mingdan tushib berdim aka. Yana 100 ming tushamiz. Ha? Siz Qancha arzon bo'lsa, shuncha baraka topasiz, xudo xolasa. xudo xolasa aka. Like bosib aka, kommentariyaga otangga rahmat deb turasiz obunachilar xudo xolasa. Hali yoshmiz xudo xolasa bunaqa paytlardan ko'pinab kelaylik. Bu sezon xudo xolasa chirayligimiz. Aka 2 million 8 ming so'mdan aka. Undan o'tib berayman. Vodiy bo'ylab dastlabkasi aka buni. Videoni boshida aytdim aka xudo xolasa. Vodiy bo'ylab buni dastlabkasi bepul aka. Hammasini olishsin aka Toshkentgacha mayli bepul qilib beraman. Gap yo'q. Mana bu boshqa gap. Akalar 2 million 800 ming so'mdan zo'rlari. Narxi ham o'ta qulay. Aloqaga chiqarasizlar. Aka bu oxirgi partiyamizda. 2 dona sovlig'i bor. Yana oxirgi partiyamizga egiz aksidan bor. Egiz aksini chiqaramiz keyingi partiyamizga. Keyingi partiyamiz akalar egiz aksini ham haqiqiy pollarni qarang, chiroylisidan boqib maza qiladigan. Rangi tozasidan boqaman degan obunachilarimizga. Ranglarini qarang, haqiqiy zo'r ekan. Aka shuni sovliq bo'lish kerak aka adashmasam. Shu sovliq nariga qo'chqar aka. Bitta qo'chqar bitta sovliq bolasi ham. Ha, bitta qo'chqor bitta sovliq. Aka xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa olib qo'ysalaring, yana o'zidan ko'payib ketaveradi. Uyingizda egiz ash qo'y bo'lsa, qo'y bosib ketadi. Xudo xolasa aka. Buni sababini qilishadi aka xudo xolasa. Onasini yosh qanaqa onasini? Onasini yoshi aka 4 ish aka. 4 ish. Bolalarchi necha oylik? Bolalar ham aka 20 kun 25 kun qoldi aka. 20 kun. O'zimiz uyda tug'ilgan aka, o'zimiz boqayotgan qo'y aka bu. Lekin akalar mana kasasini qarang. 4 ta qo'ydan boqaveradi xudo xolasa. Oldi aka yelini. Gap yo'q. Katta ekan. Ishlashar gapirganimiz aka. Yelni ham katta ekan. Olib qo'ying, baraka topasiz. Narxi ham o'ta qulay. Qani bitta eshitaylikchi narxini? Yana narxim aka. Aka 12 dan aka. Narxi desam o'zi o'ylanib qolyapsiz a? Narxi aka. So'raverganim. Planqa narxidan ham tushirib beryapsiz aka. Bu shu narxga berilgan necha yo'q aka? 12? 12 aka. Yo'q, 12 millionga. tushamiz. 12 dan ham tushaylik. Endi aka 12 ga bunday narsada qarang. Ya'ni ko'p bo'lib ketdi aka o'zi. 12 ga endi asli bozordan ham olsa bo'ladi. Lekin aka sifatini ham ko'ring. sifati zo'r. Bittasi enasiga tortgan, bittasi otasiga tortgan. Xudo xolasa, otani ham normalniy qo'shilgan aka, bolani ham ko'rib turibsiz. O'zim bozorlar videosini ham qo'yaman. Aha. Bemalol bozorga solishtiradigan qilib narx ayting. Aka, ikki bolasi 250 ming o'tib beraman aka. O'shanda aka meni ham sal yo'lkira-po'lkirasi bilan aka menga ham sal foyda qolay aka. Ko'p pul qo'ymaymiz aka. Ozgina-ozginadan aka tirashlaymiz shuni orqasidan aka ozgina uyga pul olib kiramiz. Qarang. 250 ming o'tib beraman aka, 11,5 million so'mdan bo'lyapti aka. Xursand bo'lish aka, telefon qilib baraka deyishadi, dastlabkasi vodiy bo'ylab bepul olib. Barakasini bersin. 11,5 million. 11,5 million. Gap yo'q. Akalar, onasi ham yosh, bolalari ham yosh. Aloqaga chiqaringlar. 11 million 500 ming so'mga ikkita bolasi bilan dastavkasi bilan uyingizga kirib boradi. Narxi o'ta yengil, xudo xolasa. Aka onasini buni juniga e'tibor berishmadi. Tula uyga yotgan qo'y aka. Tulashga kelgan. Tulashga kelib qolgan aka. Bolalari ham lekin o'ta chiroyli ekan. Akalar olib qo'ysangiz, kichkina bolangiz bo'lsa ham o'yinchoq qilib o'ynaydi buni. Maza qilib, yugurib o'ynaydi. Quloqlar ham uzunligini qarang aka. Quloqlar ham tumshug'iga yetyapti. Bo'lmasa akalar videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.